Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Qashqadaryo viloyati Rayim Sofiy sihatgohidamiz, sanatoriyasidamiz. Hozir ayni damda obed payti bu yerda. Mana dasturxonimiz bilan tanishasiz. Hozir taomlarimiz keladi. Kuting, kuzating, vaqtdan unumli foydalaning, mablag'ni yig'mang. Sog'liq uchun sarflang, maza qilib dam oling. Rayim Sofiy sanatoriyasida ishni boshiga mana shunaqa to'yimli taomlar, kerakli oziqlar sizga beriladi. Bu yerga qo'shimcha produktlar va boshqa narsalar ko'tarib kelishingiz shart emas. Berilgan taomdan har bir inson to'yib rohat qiladi va ta'miga yaxshi bo'lishi mumkin. Rayim Sofiy taomlari sihatgohda pokizalik bilan tayyorlanadi. Bizni konsert dasturimiz bilan birgalikda taklif etishgan. Bir odam kulturlashib qaytaradi. Rahmat. Biz kuzatuvchilar sizlarga birin-ketin yechimlarni ko'rsataman. Kim? Ma'lumki dush. Yechimli suvdan ta'minlanadi. 5 minut davomida cho'miladi. Keyin albatta uni g'amlashadi. Bu esa 10 daqiqa davom etadi. 10 daqiqa dushga kirgandan buni qayerdan bilasizmi? To'xtab. 10 daqiqada qum tugaydi va qondan chiqadigan payt bo'ladi. Ko'ring, yana tanishtiradi. O'zingizni hovlida yurgandek his qilmoqchimisiz? Bunday imkoniyat ham Rayim Sofiy sihatgohida, sanatoriyasida mavjud. Marhamat, kechqurun yaqinlar bilan, do'stlar bilan, sinfdoshlar bilan, hamkasblar bilan mana shunday karavotlarda, tapchalarda